Assalomu alaykum Qirg'iziston davlatimi O'sh shahridagilarga assalomu alaykum. Bir akamiz meni videolarimni ko'rib WhatsAppdan telefon qildi. Anchadan beri qidirar ekan. Baqit degan akamiz seni bir videoyini qo'yib, sendan behursat Facebookga qo'ygandim. Juda ham insonlar juda ham yaxshi fikrlar bildirdi. Tug'anim, senga rahmat dedi. Baqit aka, sizga dag'i rahmat akam. Sizda insonlar borligidan men faxrlanaman. Gap sizni qirg'izligingizda, gap meni o'zbekligimda emas. Gap siz bilan meni Qirg'iziston davlatimda. Qirg'iziston davlatimda gap. Shuncha dushmanlar Qirg'iziston davlat qachon chachilarkin, qachon bo'linib ketarkin der. Yo'q, bizni Qirg'iziston davlat chachilmaydi. Sababi siz qirg'iz bo'lsangiz, men o'zbek bo'lsam ham bitta davlat osmonda ostida, yerda ustida yashaymiz. Agar biron joyda qirg'izni birov ursa, o'zbeklarim yeb tashlaylar ash insonni. Agar o'zbekni birontasi urayotgan bo'lsa, qirg'izistonlik bo'lsa, yeb tashlaylar qirg'izlarim. Sababi siz bilan biz vatanimiz bitta, siz bilan bizning joyimiz bitta. Boshqa davlatdagilar durujniy bo'lsa, biz ulardan o'tgan durujniy bo'laylik.